Xolajon, siz nima shikoyat bilan kelgansiz bu yerga? Men ana opamni qarg'uvchi bo'lib kelgandim. Bemor emas edim. Bu yerga kelganimdan keyin Xudoga shukur opam yaxshilikka o'tishdi. Men ham doktorlar bilan gaplashib, menda sahr bor edi desam, sahrimni o'lchashib, ozmo sahr bor ekanda menda, davolashyapti. Boshqa lecheniyalar ham qilib yuborishdi. Men bunga juda xursandman. Opam yaxshi oyoqqa turishdi mana. Ko'tarib yuruvdim, o'zlari yurishyapti, ovqatlar yeyishyapti, ishtahalari yo'q edi. Hozir endi to'g'rilardi ovqatini qaytarmasdan olib yeyishyapti. To'g'rilarga rahmat, doktorlarga rahmat. Ozodalik gap yo'q. Men shu injiqmanda. Ozodligimni ko'rib, kayfiyatim ko'tarilib, sanatoriyalarda bir uzoq joylarga aylangan borgandaqa o'zimni his qilyapman to'g'risida. O'shaning uchun hammaga rahmat aytaman. Avvalo tinchlik bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Allohim beka fayz baraka bersin. Bemorlarni davolagan barcha mana shu yerdagi doktorlarimiz sog' bo'lsin. Yaxshi niyatlarga, tilaklarga Alloh yetkazib qo'ysin. Yurtboshimiz ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Hamma sharoitda, hamma bandalariga berib qo'ygan Allohimga, yurtboshlarga, sizlarga o'xshagan yoshlarga sog'lik tilayman, omad tilayman. Faqat sog'lik, yaxshilik, omad hamma bilan birga bo'lsin. Shularni qatorida Allohim opam chiqoqlab ketsin. Yaxshilik kunlarni birga ko'raylik. Tani jonlaring sog' bo'lsin. Alloh panohida yuringlar deyman. Yaxshi tilaklar tilayman.